Ayyo, barcha salom do'stlar, sizlar bilan men Jeki. Vallahi kechirasizlar, anchadan beri video chiqara olmadim. Va bugun video chiqarishga qaror qildim. Vallahi men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Hozir o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar. Yangi qishloqqa men ko'chib keldim. Hozir ko'rasizlar. Ana mening kompyuterlarim va mening uyim ana bu yerda mana kerakli narsalar tort bor. Bu yerda esa ombor. Mana bu yer esa mana qishloq. Ana qishloqni obzorini qilib beraman sizlarga. Mana qishloqimiz shunaqa. Yo'llari mana bunaqa tekis ekan. Shuning uchun mana shu qishloqda joylashishga qaror qildim. Ana bu yerda ham bor qishloq. Men bu qishloqda yashayman. Mana janob mening uyi. Hozir janob mening yoniga kirib keraklikchi. Janob men nima qilyapsiz bu yerda? Ha, bo'yim o'lchayotgandim. Shunaqa ham bo'yni o'lchaymilar. Chiqing bu yerga ya janob mer. Yo'q, chiqmayman. Hop. Janob mer ish yo'qmi? Ha, yo'q. Bugun namoz kuni. Hop. Janob mer videolar qancha ko'p chiqish uchun nima qilish kerak? Kanalga obuna like bosish kerak. Toppa to'g'ri. Sizlar janob merning aytganini qilinglar. Bo'lmasa janob mer yomon qishloqdan endi boradi. Nimaga o'tirib oldim? Hozir agrovatda ishlaymiz. Ana nima qo'yiraman? Qo'ydim mana. Hozir hop. Mana mening polizim. Bu yerni kim buzib ketdi? Hozir yetildan meni polizimni kim buzib ketdi? Seni polizingni Iqbol buzib ketdi. Ha, hop. Yetil, uying qanday qurilgan? 100% pishtog'ishda qurilgan. Nima deyapman? Yetil, seni miyang aynagan shekilli. 100% pishtog'ishdan deydi. Ahmoq. Uyni qo'yib qo'yaylik. Yetillar kirmasin. Bo'lmasa ular kiraveradi. Ularga farosat yo'q ularning. Mana. Yetillar shu paytlarda juda ham farosatsiz bo'lib ketadi. Bularni janob meniga aytib berishim kerak. Polizimga ham mana o'zib ketayotganini. Janob men uchun unga jazo beradi. Juda ham ko'p ish buyuradi. Lekin yetil bechara umrini oxirigacha ish qilib yuradi. Vallahi barchaga kattakon rahmat. Biz 40 ta obunachiga erishdik. Sizlar bilan. Vallahi biz tezroq 100 ta obunachiga erishishimiz kerak. Ana. Hammasi chotki. Ana endi bu yerni yana sindirishga to'g'ri keladi. Ana chotki. Meni qo'lim sinmas-ku. Bu yerga mana bularni qo'yib qo'yamiz. Mana. Vallahi kanalga abone like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men tezroq mingta bo'lishim kerak. Ochamiz. Yuzimizni yuvib olamiz. Vallahi uyimni dizayniga qaranglar.
Benim juda ham zo'r. Vallahi kommentariyalarni o'qib. Hech kim komment yozmayapti. Bitta videomdan faqatgina 4 ta like yapti. Nimaga bunaqa bolalar? Vallahi iltimoslardan. Vallahi agar men 1000 ta obunachiga erishsam, men Arti bilan birgalikda video olaman. Agar men 5000 ta obunachiga erishsam, Joha bilan video olaman. Qaysi bilan olay videoni? Johani bilmaganlar uchun YouTube'ga kirib Joha deb yozsangizlar ko'rasizlar. Qarnim juda ham ochib ketdi. Ertalabki choyimni ham ichmagandim. Ay, ozgincha kompyuter o'ynaychi. Ana. Minecraft o'tiryapman. Ana bo'ldi. Mana video olishni boshladim. Sizlar gapirmay turinglar. Hayyo barcha salom do'stlar, sizlar bilan men Jeki. Bugun men mana shu orolda hardcore rejimida 100 kun yashab qolaman. Qani bo'lmasam let's go. Siz kanalga abone like qo'yish esdan chiqmasin. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana daraxt chopyapmiz. Ana daraxt chop bo'ldik. Endi versta kesaymiz. Versta kesgandan keyin so'ng versta kesadik. Endi bolta daraxtlarni chopib chiqamiz va tosh kovlaymiz. Tosh kovladigandan so'ng o'zimizga uy quramiz. Pechkalar yasaymiz va qarang'i bo'ldi. Zombilar bilan urushamiz. Ana video tugatdim. Mana videoni olib bo'ldim. Endi videoni montaj qilishim kerak. Montaj qilyapman. Montaj qilish jarayoni. Mana. Endi yüklanyapti. Sizlarga narigi qishloqni ham ko'rsatib obzor qilib berib kelaman. Ana. Narigi qishloq bilan juda ham qiziqyapsizlar shekilli. Lekin bu qishloqlarning yo'li juda ham tekis ekan. Ana, juda ham tekis. Nima bo'ldi bu endi hozir? Bu nima bo'ldi hozir? Men quduqning ustidaman. Ana yerda tashlandik uy bor. Jetillar mana shu uydan qo'rqadi. Ha jetil, bu yerda nima qilyapsan? Ko'rmasan, tiqilib qoldim. Yordam ber. Tur yoqol, asab buzma. Hoppa. Vallahi endi abone bo'lasizlar. Men shu yerdan shu yergacha sakradim. Jetil, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Obunachilar bunga like va abone bo'larmikan? Ha, bo'ladi. Men ham bloger bo'lsammikan? Yo'q, sen bloger bo'lma. Sen jinnisan. Demak jinni bo'laman. O'zing jinnisan. Ket yo'qam. Aytdim qo'ydim-da. Ishtyapman. Ishtyap ekan. O'zim qishlog'im katta edi. Hop, o'zim qishlog'imga ketdim. Bu qishloq menga yoqdi. O'zimning qishlog'im ham yaxshi. Hoppa. Mana quyosh botay ham qorong'i bo'lyapti, quyosh botyapti. Ana uyga boryapman. Hoppa. Hop.
Va ana. Vallahi videomuz o'z nihoyasiga yetdi. Vallahi kanalga obuna like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men tezroq mingta bo'lishim kerak.